Assalomu alaykum. O'tgangi darsimizda biz WordPress tor bekitidagi bu kategoriyalarni yoki turlarni, shundaqla shu turning ostidagi tema tizimligini elishni o'rgandik. Endi bugungi darsimizda bu temalarga bosgandan keyin temaning mazmunini ayrim betda ko'rsatib berishni amalga oshiramiz. Buni amalga oshirish uchun biz yana fragmentdan birini qurib olaylik. Fragment biz quruq fragmentning ismini content mazmun degan ma'noda content fragment deb qurib oldik. Buni qurib olgandan keyin biz bu tor bekatdan kelgan mazmunlar mavzu tekst holatda kelgan bilan mazmunning o'zi HTML holatda keladi. HTML formatda keladi. HTML formatda kelgan narsani biz ko'rsatish uchun buni Androidda WebView deb bir kontrol var. Şunun orqali ko'rsatamiz. Endi oldi bilan fragment contentning ichiga kirib biz buning ichida mau text viewning o'rniga biz WebView degan shu kontrolni kirgizaylik. WebView deganni kirgizib, buni biz ekranga iliq holatda chiqadan qolgandan keyin buningga WebView deb ID qo'yib qo'yaylik. WebView. Bu ID'ni bekitib bo'lgandan keyin endi biz content fragmentning ichiga kirib o'shiqcha kodlarni yutaylik. O'sha kodlarni tozalab o'tgandan keyin biz endi bunda binding ishlatamiz desak, bu ishga quril lozim bo'ladi. Shunga buni boshqa fragmentdan ko'chirib akirdik. Endi bu fragmentning ismi kategoriya bo'lmaganligi uchun menga o'zgartirish to'g'ri keldi. Content binding deb buni o'zgartirib o'tdik. Buni o'zgartirib bo'lgandan keyin o'xshashlar boshqa fragmentning ichidan biz mau binding munosabatli bu qurlarni ko'chirib ekilib buning o'rniga choplab o'taylik. Bu yerda get request deb funksiya yo'q. Shu bilan elib o'tdik. Mana yana o'xshashlar kategoriya deganni content tenga o'zgartirib o'tdik. Shuning bilan bu normal bo'ldi. Oxirida yana bir mau destroy bo'lgan vaqtning o'zida bindingni nil qilish uchun bir funksiya bor. Buni kirib o'tdik. Endi binding normal ishlaydigan bo'ldi. Endi bu yerda bizning qurib olgan WebView'ning o'zida mazmunni ko'rsatish uchun biz oldin qaytdim mau post degan bu obyektni qurgan vaqtimizda buning faqat ID bilan title, ya'ni buning red nomeri bilan title bu mavzusini ham qo'shgan tok modulning ichiga. Endi mazmunni ko'rsatish uchun buning ichida titledan boshqa yana content deb yana bir bo'lak bor. Qarasanglar bu title deganniki qurilmasi bilan content deganning qurilmasi o'xshaydi. Title deganga qarasak, bu o'xshashli render deb manda holatda. Bu content qarasanglar mana shunday holatda. Shunga endi bu ikkisini biz model qurgan vaqtimizda o'xshash tipda izolasak bo'ladi. Endi titledan boshqa content deb buning tipini render qilsak bo'ldi.
Endi buni qurib bo'lgandan keyin modulning ishi bitdi. Endi bizningki bu kategoriya fragment deganning ichida tizimliklarni olgan vaqtda biza content degan narsani qo'shganligimiz uchun bu yerda Tordan get request orqali biz mazmunni olgandan keyin bu mazmunni bu yerda postninki qatoriga aylanadigan vaqtda postning ichida content deb bir mazmun qaytiladi. Endi bu biz postning o'zini hozir yangi qurib olgan content fragmentga yo'llab beramiz. Andin content fragmentning o'zida buni ko'rsatsak bo'ldi. Shuning uchun biz bu content fragmentning o'ziga bir tal post deb o'zgartirish qurib olaylik. Buning tipi post bo'lsin, desek nollalaydi. Bu kategoriya fragmentning ichida oldi bilan biz binding list view'ga set on item click list'ni deb bu shu list view'ninki har bir qurib eslagan chog'da nima ish qilishni yozaylik buning ichiga. Oldi bilan biz bu yerda get request orqali bizning elib olgan yozmalarning tizimligi post array degan narsa keldi. Shu buning ichidan shu qurg'inmas postni elishning usuli post array degandan get deb I degan qurning qimmati shunchalik qurdiki qimmatni olsak bo'ladi. Endi bu postni yapib bo'lgandan keyin postning o'zini biz bundle orqali yuklaymiz. Shunga avval bundledan birini qurib olaylik. Bundle deganning o'zi iborat qurib bo'lgandan keyin endi bundle'ga biz o postning mazmunini yo'llash uchun biz qurgan vaqtimizda data class'ni ama data class'ning ichida bu postni parcel bo'ldi deb qurmaganligimiz uchun uning tipini o'zgartirish to'g'ri keladi. Post degan narsa kerak biz. Buningda post avval parcelize bu yerga buni yozib o'tgandan keyin oxidagi postninki varsliqqan klassniki yoki varsliqqan turning ismini parcel bo'ldi deb yozsak bo'ldi. Bu yerda parcelize degan tonimidi. Tonimisa biz endi gradle'ning ichiga build gradle'ning ichiga id'dan birini qo'shish to'g'ri keldi. id kotlin parcelize degan bir id'ni qo'shgandan keyin undan u taniydigan bo'ldi. Buni qo'shib etdik. Qo'shib bo'lgandan keyin sync qildik. Bu jarayon tamomlangandan keyin biz endi kategoriya yaqin model post modelga qarab boqaylik. Post modelga kelsak hozir endi bu endi tonibdi. Bunga lozimliq ambarni kirib etdik. Kirib etgandan keyin endi bu render degan ustidagi klassni ishlatdi. U klass o'xshashla ham shunda parseable bo'lmasa ma'no ichida ishlatishga bo'lmaydi. Shunga endi buni o'xshash usulda parseable deb o'zgartiramiz. O'zgartirgandan keyin hozir buni normal taniydigan bo'ldi. Normal taniydigan bo'lgandan keyin endi buni bundle put parseable deb ishlatsak postning tipi o'zgarganligi uchun bizning kelimamiz qurib olgan modelimizning tipi o'zgarganligi uchun endi qabul qildi. Biz qo'shib bo'lgandan keyin endi parcel bo'lganligi birinchi parametri ismi yo'llaydigan boxning ichida yo'llaydigan narsamizniki. Buni post deb ism qo'yib biz post degan qurib olgan obyektning o'zini
O bundle'ni aşağı yerleştirdik. Yerleştirip bolgandan keyin endi biz find navigate dep bunun arkaly navigate şu ýene fragmentke ýene kurgan fragmentke basak boldy. Ýene kurgan fragmentke beriş üçin biz navigation digen bu XML widgetiniň içige şu ýene kurgan fragmentine kiritişimizge tory keldi. O fragmentimizin ismi fragment content. Buni ketip bolgandan keyin biz gaýtyp kep category fragmentiniň içinde endi bunun id dep content fragment dep tapalaýmyz. Content fragment dep birinji parametr bunu berip, ikinji parametrga bundle'ny bersek, bu postni biz ýene gurbagan fragmentke ýolýaýmyz. Endi ýene gurgan fragmentimizin ismi content fragment. Content fragmentiniň içinde endi bu onCreate diýeniň bu fonksiýasynyň içinde biz post diýeniň bunyň içinde argument let dep endi postnyň kımmeti diýeniň özü get parcel boldy dep goýatyn. Parcel boldy dep. Bunyň kımmeti muşdan post kelgen näsiniň özüge taň boldy dep postny bir ýerde elip aldyk. Postny bir ýerde elip bolgandan keyin endi biz on create view dep view kurulyp bolgandan keyin binding'ninki ve view diýenge load database base URL dep bu fonksiýasy arkaly bununki birinji parametri URL deydi. URL ýok. Biz bunu şu post'ninki content diýen köstümiz bir ýerde. Şoň bir ýerge post content'nin tipi rendered şoňa render diýenini alymyz. Render diýenilip eger bu nime bolup kalsa, null bolup kalsa kuruk stringni göstermez boludy. Anki mime type diýeninde txt html dep bersek boludy. Torbikettin gaýtgan html formatdaki bogalyk üçin bu stringniň tipi şunday boldy. Endi mime type'den keyin ahyrky parametri utf dep bununki kody. Biz uýgurça işletgeligimiz üçin bununla encoding digenge UTF-8 ni işletimiz. Bundan ahyrky bir parametrini history diýen parametrini null kısak boldy. Şuna bilen bu web view'a berilen kıymetlerimiz tügedi. Hem icra kılıp bakaydı. Detail bastok bu İngiliz diline qanday ekeni degan bu tema çıktı. Kompüter texnikası keldi. HTML bu torluk tema bir yer çıktı. Endi diqqat qilsak bunun içinde temaning özüni mazmununu gösterdi. Temaning mavzu yok. Endi mavzuni biz üst tarafda ko'rsatish uchun web view'ning ustiga text view ketishimiz to'g'ri keladi. Shu endi uni qaytaylik. Fragment content deganninki web view'ning üst tarafga text view'dan birini kiraylik. Text view'dan birini kirib, bunun kengligi match parent bolsa, egizligi web content bolsa textning aşu uzunlyk asasy özgerdigan. Bunun id'si text title bolsun, mawzuny gösterdiganlygymız üçin. Andan bunun text size dep biz çoğun kichikine 20 sp belki 25 kılsakmı? Boluş mümkin. 25 kılaylı. Anandakin text color x'nin rengini
qora rangda qildik. Anadan keyin tekstni o'tirib to'g'rilab o'tayli. O'tirib to'g'irlash uchun text alignment deganni center desak bo'ldi. Andan bu bizning torba tilimiz uyg'urcha bo'lganligi uchun bu text yo'nalishini o'ngdan solga RTL deganni tanlab etsak bo'ldi. Buni tanlab etgandan keyin bu tekstni bundaq bekitib etgandan keyin endi biz frame layout deganning yüzünü concentrate layout o'zgartirib o'taylik. Bo'lmasa text view ile web view üstümüz top qilib üst taraf ko'rinmaydi. Shunga buni concentrate layout deb bo'lgandan keyin text viewni betning töbiga to'g'rilab o'taylik. Top of parent deb. Undan keyin web view'ninki egizligini 0 qilib o'tib, buning üst qismini bu title'ninki ostiga to'g'rilab, asti qismini ekranning ostiga to'g'rilab etsak, shuning bilan bu ko'rinmani laylab bo'ldi. Ko'rinmani qo'shilgan mavzuni qo'shib bo'lgandan keyin endi bu content fragmentdan qayta kirib biz bu yerda web view'ga xizmat berishning oldida text title deganga set text deb buningga shu postniki mavzusini aytsak bo'ldi. Title buningmi o'xshashlar render deb null qolgan vaqtda quruq narsani as bo'ldi deb bu holatda qilib qo'ydik. Endi ko'rib boqaylik. Endi computer texnikasi HTML bossak bu ustida mavzu aslida bu temaning o'zi chiqadigan bo'ldi. Hamda astidagi web view'ning ichidagi textni o'ngga to'g'rilash, anadan keyin buni xat nusxasini o'zgartirish degandek ishlar HTML ga munosabatli ishlar bo'lganligi uchun endi uni biz keyingi soatlik darsda muzokara qilamiz. Bugungi dars mushayich bo'lsin. Allohga emanet.